Bugun dunyo tezkor raqamli taraqqiyot davrini boshdan kechirmoqda. Internet imkoniyatlari kundalik hayotimizni yengillashtirayotgani bilan bir qatorda yangi xavf-xatarlarni ham yuzaga chiqarmoqda. Shu bois davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga muvofiq fuqarolarni kiber jinoyatlardan ogohlantirish va ularning kiber gigiyena madaniyatini shakllantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri etib belgilangan. Mazkur vazifalarni hayotga tatbiq etish maqsadida Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan joriy yilning 2-sentyabrdan 2-oktyabrgacha respublikamiz bo'ylab xavfsiz kibermakon nomli kompleks targ'ibot tashviqot tadbirlari o'tkazilyapti. Xorazm viloyati qo'riqlash boshqarmasi tomonidan ham kiber tahdidlarning oldini olish, xizmatchilarni bu kabi firibgarlarning tuzoqlaridan asrash maqsadida tizimli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Ular bilan o'tkazilgan navbatdagi uchrashuvda quruqlovdagi obyektlarga tashrif buyurgan fuqarolar, ta'lim muassasalari va boshqa tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi subyektlarga kiber jinoyatlarning zamonaviy ko'rinishlari, internetdagi firibgarlik usullari hamda ulardan himoyalanish yo'llari to'g'risida batafsil huquqiy tushuntirishlar berildi. Kiber xavfsizlik boshqarmasidan, Ichki ishlar boshqarmasidan kiber xavfsizlik mutaxassislari korxonamizga kelib, tegishli tushuntirish ishlarini olib bordilar. Har bitta xodimimizga bugungi kunda telefon orqali, plastik kartalar orqali pullar yechilishi, qaysidir bir narsalarga a'zo bo'lish yo'nalishlari bo'yicha keng tushuntirishlar olib borildi. Bu kabi targ'ibot, tashkilot ishlarimiz ham ular xodimlari tomonidan kelib korxonamizda tez-tez o'tkazilib tursa, o'ylayman o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Bunday targ'ibot tadbirlari orqali aholi o'rtasida kibersavodxonlikni oshirish, axborot makonidagi shaxsiy xavfsizlikni ta'minlash hamda har bir fuqaroni raqamli tahdidlardan himoyalash asosiy maqsad qilib belgilangan. Tadbir davomida fuqarolarga kiber xavfsizlikning muhim jihatlari, ijtimoiy tarmoqlarda o'z shaxsiy ma'lumotlarini qanday himoyalash, noma'lum havolalar orqali kiritmaslik, shubhali sahifalarga ishonmaslik va internet firibgarliklaridan saqlanish bo'yicha tushuntirishlar berildi. Shuningdek, real misollar orqali fuqarolarga kiber jinoyatchilarning qanday usullar bilan odamlarni aldashi, ular tomonidan ishlatilayotgan yangi texnologiyalar haqida ma'lumotlar taqdim etildi. Shu bilan birga aholi o'rtasida kiber xavfsizlik madaniyatini oshirish, ayniqsa yoshlar va internet foydalanuvchilarida kibersavodxonlikni yuksaltirish maqsadida maxsus tayyorlangan targ'ibot buketlari tarqatildi. Ushbu tashabbus fuqarolarning axborot makonidagi xavfsizligini ta'minlash, internet orqali amalga oshirilayotgan huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli ishlar davomidir. Shuni unutmang, internetdan to'g'ri foydalanish faqat ma'lum bir soha vakillari uchun emas, balki barcha fuqarolar uchun muhim. Ana shu dolzarb targ'ibotiga qaratilgan xavfsiz kibermakon kompleks profilaktik tadbirlari viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda.